Assalomu alaykum. Mana Naqd va Nasiya savdo kanalimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz 211 mashinamiz keldi. Panorama look. Yaxshi Michelin balonlarda. Salonlar ham akkuratniy holatda, ko'jalari yorilmagan, radnoy. Mercedes yaxshisini hadiyman degan aka ukalarimiz uchun 230 ming kilometr yurgan. Orqa sidenyalar ham cho'kmagan, ko'jalari yorilmagan. Bu top-toza Mercedes'imizni Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha Nasiya savdoga sotamiz. Oldindan eng kami 10 ming dollar pul olamiz. Mashinamiz haqida yana nima ma'lumot kerak bo'lsa, telefon orqali bog'lanib ma'lumot olasizlar. 2 litr kompressor, motor hadovoylari yaxshi. Kanalimizga podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib, like bosib qo'yaverasizlar. Yana ham yaxshi mashinalar qo'yib boramiz. Nasiya savdoga sotiladigan Mercedes-Benz'imizni sotuvga chiqdi.